Agar siz Paynet'ning logotipini ustiga bossangiz, yangi o'yinda sizni ID'ingiz chiqadi va bu ID'ni siz o'zingizga nusxalab olishingizga to'g'ri keladi. Va sizlar uchun juda ajoyib yangiligimiz bor. Siz xohlagan Paynet bankomatiga borasiz va qidiruvga Ani shoir deb yozasiz va birinchilardan bo'lib chiqadi va xuddi shunday ID'ni kiritasiz va telefon nomerini kiritasiz va xohlagan summani qo'yib to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Agar sizda qidiruv bo'limi ishlamasa, biz alohida internet va TV bo'limida mavjudmiz. Ushbu bo'limga o'tasiz va Ani shoirni topib logotipni ustiga bosasiz va siz alohida yangi oynaga o'tasiz. To'lovni bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Endi esa klik orqali to'lov tizimini ko'rib chiqamiz. Siz klik logotipini ustiga bosasiz va yangi sozlangan oynada siz tanlagan summa chiqadi va siz faqatgina to'ldirish knopkasini bosasiz. Agar sizda Paynet ilovasi bo'lmasa, siz bemalol Uzum, Payme, Rahmat klikdan to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Agar siz boshqa shahar yoki boshqa davlatda bo'lsangiz, to'lovni SBB tezkor to'lov tizimi orqali bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Balki shuning uchundir ertasi kuni vaziyat ancha yumshadi. Liorio fursatdan foydalanib mazza qilib uxlab oldi. Tonpa chuqur o'yga toldi. Kurapika esa xotirjam kitob o'qish bilan band edi. Bizning ikkita yosh qahramonimiz esa qarmoqni o'rganish bilan ovora. Bu Gonning maxsus usuli bo'lib, u nishonga 100% aniq ura oladi. Kiloaga bu juda yoqib qoldi va u ham darhol sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Lekin o'rtoqlar, agar bu shunchalik oson bo'lganida, uni maxsus usul deb atashmasdi, to'g'rimi? Qarmoq to'g'ri borib Liorioning shimiga ilinib qoldi va uni cho'chitib yubordi. Kilova uni sal qolsa baliq o'rnida tutib olardi. Tonpa esa bu paytda miyig'ida kulib o'tirardi. U haqiqiy xavfli element bo'lgani uchun Liorio darhol unga e'tibor qaratdi va bu ikkisi o'rtasida dushmanlik uchqunlari chaqnay boshladi. Keyingi bo'lib marraga Pokle va Gozu yetib kelishdi. Ikkisi eshikdan bir vaqtda o'tishdi. Lekin qoidaga ko'ra raqami kichikroq bo'lgan ishtirokchi g'alaba qozonadi. Yana bir tun keldi. Gon va uning jamoasi zerikarli vaqt o'tkazishda davom etishardi. Hech qanday qiziq narsa yo'q. Liorio televizorni o'chirib, yotog'iga cho'zildi. Uning xayolida hali ham o'sha yo'qotilingan 50 soat va Tompaning zaharli gaplari aylanardi. Bechora Liorio o'zini ich-ichidan yeb bitirdi va nihoyat kutilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Gon va uning do'stlari yuraklari hovliqib, eshik oldida turishardi. Eshik ochilgan zahoti ular oldinga intilishdi. Keyin esa ular yana o'sha jang maydoniga qaytib kelishdi. Tasavvur qilyapsizmi? Naq 30 daqiqa tilni osiltirib yugurishdi va oxiri yana boshlangan joyga qaytib kelishdi. Chunki Kilova va Liorio noto'g'ri yo'l tanlashgani uchun qattiq aytishib qolishgandi. Shundan so'ng jamoa har bir qadamni yetti o'lchab bir kesadigan bo'ldi. Lekin baribir bu yo'l shunchalik ko'p tuzoqlar va xavf-xatarga to'la ediki, qahramonlarimiz rosa qiynalishdi. Ter to'kishga to'g'ri keldi. Shunday qizg'in vaziyatda vaqt xuddi suvdek oqib ketardi. Gon va uning do'stlarida atigi 1 soatgina vaqt qolgandi xolos. Xuddi shu paytda eshikni ochish uchun ovoz berish jarayonida kimdir yana pand berdi. Liorio darhol Tompaning yoqasidan g'ijimlab oldi va bas qilasanmi yo'qmi deb baqirdi. Lekin Tompa o'zini beozor ko'rsatib, "Men eshikni ochishni tanladim-ku" deb turib oldi. Albatta Liorio bu ayyor tulkiga ishonarmidi? Uni g'irt buzg'unchi deb rosa so'kdi. Kutilmaganda Gon xijolati bo'lib, "Kechirasizlar, men adashib boshqa tugmani bosib yuboribman" deb qoldi. Liorio Gonning bu xatosini darhol kechirdi. Lekin Tompa yuzi shilinmagan odamdek Lioriodan uzr so'rashni talab qila boshladi. Liorio esa, "O'zing aybdorsan, ishonchimni yo'qotgan deb bosh kelmadi. Tonpaga esa xuddi shu kerak edi o'zi. U darhol Liorioning eski xatolarini yuziga solib, jamoada u faqat muammoli emasligini isbotlashga harakat qila boshladi. 50 soat yo'qotish. Bu juda katta narsa. Umumiy olib qaraganda bu Tompaning taslim bo'lishidan ham jiddiyroq xato edi. Lekin Tompa bu yerda o'zining insoniy qiyofasini qanchalik yo'qotganini yashirishga urinadi. Kurapika Liorioni tinchlanishga chaqirdi, ammo uning sabr kosasi to'lib bo'lgandi va u jangga tayyor holatga keldi. Gon o'rtaga tushib, ular uning xatosi deb o'zaro urushmasligini iltimos qildi. Kilova esa bu ikkisi g'irt ahmoq deb hisoblardi va kerak bo'lsa o'zi yolg'iz ham yo'lda davom etishini aytdi. Keyin Kilova Gonga o'girilib, marraga juda oz qolganini eslatdi. Shunday qilib janjal to'xtatildi. Eshik ortida esa ularni eng so'nggi va hal qiluvchi sinov kutib turardi. Bu yerda ham ko'pchilik ovozi bilan qaror qabul qilinishi kerak. Tonpa uchun esa bu yana g'alva ko'tarish uchun ayni muddao bo'ldi. Lekin hozir kimning unga e'tibor berishiga vaqti bor deysiz. Tashkilotchilar ularning oldida ikkita yo'l borligini e'lon qilishdi. Birinchi yo'l 5 kishi uchun mo'ljallangan, lekin u juda uzun va xavf-xatarlarga to'la. Ikkinchi yo'l esa faqat 3 kishi uchun, ammo u qisqa va oson. Qiyin yo'ldan yurish uchun kamida 45 soat kerak bo'ladi. Oson yo'l esa atigi 3 daqiqada marraga olib boradi. O tugmasi uzun yo'lni, X tugmasi esa
esa qisqa yo'lni anglatadi. Agar ular X ni tanlashsa, ikki kishi devorga kishanlanib qo'yilishi kerak edi. Bu xonada ishtirokchilarga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam berish uchun har xil turdagi qurollar ham tayyorlab qo'yilgandi. Kurapika bu shafqatsiz sinovdan qattiq siqilardi. Nahotki odam sonini kamaytirish uchun rostdan ham bir-birlari bilan jang qilishlari kerak bo'lsa, Leorio esa ochiqchasiga X ni bosishini, lekin o'zi bu yerda qolish niyati yo'qligini aytdi. U o'tib ketadigan 3 kishidan biri bo'lish uchun qo'lidan keladigan hamma narsani qilishga tayyor edi. Tonpa Leorioni uyatsizlikda ayblab, rosa asabiga tegdi. Agar sen 50 soatimizni havoga sovurmaganingda, hozir bemalol uzun yo'ldan ketgan bo'lardik. Shuning uchun javobgarlikni bo'yningga olib, shu yerda qolishing kerak, deb baqirdi. Tonpa hatto boshqalarni ham o'ziga og'dirishga urindi. G'irt ayyora bu chol, lekin Killua va Kurapika bir nima deyishdan oldin Gon kutilmaganda "To'xtanglar" deb qoldi. U hammamiz birga shu yergacha keldik. Hech kimni tashlab ketmoqchi emasman deb u yo'lni tanlashini aytdi. Gon rostdan ham juda oqko'ngil bo'ladi, lekin Kurapika va Killua hozirgi vaziyat bunga yo'l qo'ymasligini tushuntirishdi. Axir atigi 1 soatdan kamroq vaqt qoldi. Bu tavakkal qilish emas, balki o'z imkoniyatini ochiqchasiga axlatga tashlash degan edi. Killua bu bosqichdan o'tishning faqat bitta yo'li borligini aytdi. Vagon jim bo'lib qoldi. Qiziq, Killua nimani o'yladi ekan? Shundan so'ng Killua jamoa zudlik bilan 3 kishini tanlash kerakligini va ulardan ikkitasi o'zi hamda Gon bo'lishini dangal aytdi. Tonpaga esa umuman ovchi bo'lishning keragi yo'q edi. O'zining iflos maqsadiga erishib bo'lgandi va birinchi hujum qilgan yutadi deb ichida o'ylab qo'ydi. Kurapika o'z do'stlari bilan jang qilishni xohlamay, ikkilanib turgan bir paytda kutilmaganda Tonpaning boltasi havoni yorib o'tdi. Hamma shokda. Bu yaramasga g'alaba kerak bo'lmasa ham, ataylab janjal chiqarishni xohlardi. U birinchi bo'lib Leorioga tashlandi va shunday xavfli zarba berdiki, Leorio o'zini himoya qilishga majbur bo'ldi. Kurapika ularni darhol to'xtatishga urindi. Gon ham hammalari birga ketishlari kerakligini yolvorib so'radi. Leorio esa hali O yoki X ni tanlamasdan turib, umuman jang qilmoqchi emasligini aytib baqirdi. Jenorson vaziyat qaltislashib boryapti. Hammasiga shu janjalkash Tonpa aybdor. Endi Leorio qanday qilib o'zini to'xtata olardi? Killua hammasini tezda hal qilishga qaror qildi. Vaziyat juda xavfli tus oldi. Xo'sh, Gon bu paytda nima qilyapti deysizmi? 3-bosqich tugashiga atiga 3 daqiqa qoldi. Eshik ochildi. Kimdir marraga yetib keldi-yu, charchoqdan o'sha zahoti jon berdi. Dahshat. Atiga 1 daqiqa qoldi. Nahotki bu bosqichdan faqat 19 kishi o'tgan bo'lsa, Hisoka esa xotirjam kutib turardi va uning yuzida o'sha mashhur sirli tabassum paydo bo'ldi va nihoyat og'ir eshik g'iyqillab ko'tarildi. Kurapika, Gon va Killua eshikdan chiqib kelishdi va "Mazza qilib sirpanib tushdik-ku" deb kulishardi. Tasavvur qilyapsizmi, o'sha yashirin yo'lda sirpang'ich bor ekan. Qoyil qolish kerak, buni hech kim kutmagandi. Lekin jarayonning o'zi oson kechmadi. Kurapikaning qo'llari qavarib ketgandi. Ko'p o'tmay Tonpa va Leorio ham bir-birini turtib chiqib kelishdi. Bu ikkisi hozir jim turgandek ko'rinsa ham, o'rtadagi dushmanlik ancha chuqur ildiz otgan. Leorioning ham qo'llari qavarib ketgan. Lekin eng muhimi, 5 kishi birgalikda bu qiyin bosqichdan o'ta oldi. Leorio boshini qashlab, hammasi Gonning sharofati bilan bo'ldi deb tan oldi. Qarang, ular avvaliga hammalar birgalikda o yo'lni tanlashgan. Eshikdan o'tgach esa xonadagi qurollar yordamida devorni teshib X yo'liga o'tib olishgan ekan. Gonning kallasiga shunday ajoyib fikr kelganiga ishonish qiyin. Gon esa buni o'sha o'tkir qurollarning kuchini ko'rganidan keyin o'ylab topganini aytdi. Shunday qaltis vaziyatda ham Gon xotirjamlik bilan ikkala yo'lni tahlil qilib, zo'r yechim topa oldi va nihoyat 3-bosqich ham o'z nihoyasiga yetdi. Jami 25 ta ishtirokchi marraga yetib keldi. Lekin afsuski ulardan biri o'sha zahoti jon berdi. Omon qolgan 24 ta ishtirokchi nayranglar minorasidan chiqib, uzoq kutilgan toza havodan to'yib nafas olishdi. Qamoqxona boshlig'i bo'lgan hakam ularni tabriklab, ovchilar imtihonida hali 4 va eng asosiy so'nggi bosqich borligini e'lon qildi. 4-bosqich juda qiyin joyda. Shundoqqina nargi tomondagi Zevil orolida bo'lib o'tadi va u hoziroq boshlanadi. Hakam barchadan ovchi va o'lja rollarini aniqlash uchun qur'a tashlashni so'radi. Qutining ichida 24 ta raqamlangan kartochka bor edi. Bu raqamlar ishtirokchilarning ko'kragidagi raqamlarga mos kelardi. Endi har bir ishtirokchi minoradan chiqish ketma-ketligiga qarab bittadan kartochka tortib olish kerak. Qiziq, kim-kimga o'lja bo'larkina tomosha endi boshlanadi. Hisoka oldinga chiqishi bilanoq Gonning e'tiborini tortdi.
Keyin esa boshqalar ham birin-ketin kela boshladi. Hakam ovchi va o'lja rollarini aniqlash haqida gapirdi. Demak, bu bosqichda ular bir-birlari bilan jang qilishsa kerak-a? Nima dedinglar? U hamma kartochka tortib bo'lishini kutdi va muhrni olib tashlashini buyurdi. Kartochkalardagi raqam bu har bir ishtirokchilarning o'ljasi raqami edi. Buni eshitgan zahoti hamma ishtirokchilar o'z ko'kragidagi raqamlarni yashira boshlashdi. Obbo, Gonning ishi chatoq-ku. Uning o'ljasi naq Hisokaning o'zi. Qura qutisi kim qaysi o'ljani tortganini yozib olgandi. Bu degani ishtirokchilar xohlasa kartochkani yo'q qilib yuborishi mumkin. Shunda kimning o'ljasi ekanligini hech kim bilmaydi. Qoyilmaqom qoida-ya. Bu bosqichning asosiy maqsadi o'ljaning raqamli kartochkasini tortib olish. Bir-birini yo'q qilish shart bo'lmasa ham, bu bosqichga kelib hammaga istalgan usuldan foydalanishga ruxsat berilgandi. O'ljaning kartochkasi naq 3 ball beradi. O'zingizniki ham 3 ballga teng. Boshqa har qanday ishtirokchilarning kartochkasi esa atigi 1 ball hisoblanadi. Oxirgi bosqichga o'tish uchun esa jami 6 ball to'plash kerak. Shuning uchun Zevil orolida hamma shu 6 ballni yig'ish uchun jon-jahdi bilan harakat qilishi aniq. Zevil oroliga boradigan kema yo'lga chiqdi. Tashkilotchilar ishtirokchilarni ruhlantirib, bu bosqichgacha yetib kelganingiz uchun keyingi yil ham qatnashish huquqiga egasiz. Shuning uchun yutqazsangiz ham tushkunlikka tushmang deb dalda berishdi. Yaxshi gap, lekin kim ham yutqazishni xohlardi. Bu gaplar aslida ruhlantirish uchun aytilgan bo'lsa-da, hech kim churq etib javob bermadi. Kema ichidagi og'ir va sovuq muhit odamni vahimaga solardi. Jang allaqachon boshlanib bo'lgandi. Hamma o'z raqamini yashirib ulgurgan. Liorio Kurapikadan shunchaki misol tariqasida so'radi. Agar sen mening o'ljam bo'lsang, men seni ayab o'tirmayman. Sen ham shunday qilasanmi? Liorio rostdan ham Kurapikaning o'ljasiman deb o'ylab qolgandi, lekin yo'q. Ular shunchaki bir-birini sinab ko'rishayotgan ekan. Xayriyatki, oxir-oqibat ular bir-biriga dushman emasligi ma'lum bo'ldi. Gon Killuadan qaysi raqamni tortganini so'radi. Killua esa bu sir deb javob berdi. Keyin ikkalasi ham hijolat bo'lib kulib yuborishdi. Do'stlik baribir boshqacha-da. Ular bir-biriga o'lja emasliklarini aniqlab olishgach, tortgan raqamlarni ko'rsatishga qaror qilishdi. Gon 44-raqamni tortganini ko'rib, Killua shok holatiga tushdi. Sening omading umuman yo'q ekan-ku, deb yubordi. Xo'sh, 199-raqam kimniki ekan? Gon buni umuman bilmasdi. Killua ham boshqalarning raqamini eslab qolishga odatlanmaganda. Qoidalar e'lon qilingan paytda tekshirib ko'rishning esa endi iloji yo'q. Vaqt o'tib bo'lgandi. Gon bu paytda biroz xayolga cho'mgan. Butun vujudi titrardi. Killua do'stidan "Xursandmisan yoki qo'rqyapsanmi?" deb so'radi. Balki ikkalasi ham bordir. Agar Hisoka bilan yuzma-yuz jang qilish kerak bo'lsa, Gon o'zining yutqazishini aniq bilardi. Lekin agar maqsad faqatgina kartochkani olish bo'lsa, Gon o'zida qandaydir imkoniyat borligiga ishonardi. Qani ko'ramiz, nima bo'larkan. Shunday kuchli raqib bilan to'qnash kelish Gonni biroz qo'rqitayotgan bo'lsa-da, u buni o'ziga xos zo'r sinov deb bilardi. Killua do'stining holatini juda yaxshi tushunardi. U biroz xotirjam tortib, Gonga qarab, "Ikkalamiz ham oxirigacha kurashamiz va albatta tirik qolishimiz kerak", dedi. Gon ham "Albatta, sen ham ehtiyot bo'l", deb javob qaytardi va nihoyat kema Zevil oroliga yetib keldi. Ishtirokchilarga 3-bosqichdan o'tish ketma-ketligi bo'yicha kemadan tushish buyurildi. Har bir ishtirokchi tushganidan keyin keyingisi naq 2 daqiqa kutishi kerak. Killua va Gon eng oxirgi guruhda bo'lgani uchun bu ular uchun ancha noqulaylik tug'dirardi. Zevil orolidagi sinov muddati roppa-rosa 1 hafta. Ishtirokchilar yetarlicha ball to'plab, boshlang'ich nuqtaga qaytib kelishsagina sinovdan o'tgan hisoblanadi. Qani o'yin endi boshlandi. Ovchi va o'lja o'yini rasman boshlandi do'stlar. Kema qirg'oqqa yetgach, birinchi bo'lib Hisoka tushdi. Albatta, birinchi tushganlar o'z o'ljasining iziga tushish uchun katta ustunlikka ega bo'ladi. Qolganlar ham birin-ketin orolga qadam qo'yishdi. Navbat Killuaga kelganda, u birinchi navbatda orolni yaxshilab o'rganib chiqishga qaror qildi. Aqlli bola. Gon esa vaqtni yo'qotmay, shamoldek tez yugurib ketdi. U avval Hisokani topish kerak, keyin uning raqamini o'g'irlash haqida o'ylasa bo'ladi. Lekin Gon bo'sh vaqtida doim "Qanday qilib o'sha la'nati kartochkani olsam ekan?" deb bosh qotirardi. Uning ko'z oldiga Hisoka bilan bo'lgan oldingi dahshatli to'qnashuv keldi. Tan olish kerak, Gon hozircha Hisokaga umuman teng kela olmaydi. Demak, yuzma-yuz hujum qilish bu o'z o'limiga tik qarash degani. Boshqa reja kerak. Xuddi shu payt Gon qandaydir g'alati sharpani eshitib qoldi. Sekin mo'ralab qarasa, bir ishtirokchi ketyapti. Uning orqasida esa yana bittasi poylab ketyapti. Orqadagi kamonkash yigit, ya'ni Pokle, qulay fursat topib darhol kamonni tortdi va raqibiga qarata o'q uzdi. Qilichboz yigitning sezgirligi yuqori ekan. O'qdan chaqqonlik bilan qochib qoldi, lekin uning xursandligi uzoqqa cho'zilmadi. O'qdagi kuchli dori o'z ta'sirini ko'rsatib, bechora gurs etib yerga quladi. Bu shunday kuchli uxlatuvchi dori
ediki, qilichboz endi naq bir hafta qimirlay olmaydi. Pokli unga suv qayerdaligini ko'rsatib, xotirjam yo'lda davom etdi. Gon bu jarayonni boshdan oxirigacha kuzatib, o'ziga zo'r dars oldi. Pokli o'z o'ljasini poylashda o'zini shunchalik ustalik bilan yashirdiki, qoyil qolmasdan iloji yo'q. O'lja o'q uzilinganini sezib qolishi mumkinligini Pokli oldindan bilgan va shuning uchun o'qqa kuchli uxlatuvchi dori surib qo'ygandi. Mana buni haqiqiy ov desa bo'ladi. Gon ham Hisokaga qarshi xuddi shu taktikani qo'llashga qaror qildi. Birinchi navbatda Gon Hisokaga bildirmasdan, xuddi sharpadek yaqinlashish kerak. Keyin esa eng qulay fursatni kutib, uning kartochkasini ilib ketishi lozim. Hozir Gon o'zining qarmoq tashlash usulini tinmay mashq qilyapti. Uning nishonga urish aniqligi rostdan ham dahshatli darajada zo'r. Lekin bitta muammo bor. Jonsiz nishonlardan farqli o'laroq, Hisoka doim harakatda bo'ladi. Gonda esa atigi bittagina imkoniyat bor xolos. U Hisoka chalg'igan yagona soniyadan foydalanib qolishi shart. Shundan so'ng Gon harakatlanayotgan nishonlarda mashq qila boshladi. U havoga otilgan olmaning qayerga tushishini osongina hisoblab, qarmog'ini bexato urardi. Lekin Gonning orqasidan kimdir poylab yurganini umuman bilmasdi. U faqat o'zining mashqlari bilan ovora edi. Biroq biroz vaqt o'tgach, Gon o'zining mashq qilish usulida qandaydir xato borligini tushunib qoldi. Havodagi olmaning qayerga tushishini taxmin qilish bu tirik va o'ta xavfli Hisokaning harakatlarini topishga qaraganda juda oddiy narsa edi. Xuddi shu payt uning oldidan bir qurbaqa sakrab o'tib qoldi. Gon darhol qarmog'ini otdi, lekin xato ketdi. Shundagina u Hisoka ham xuddi shu qurbaqadek, yo'q, undan ham ming chandon tezroq qochib qolishini anglab yetdi. Shuning uchun Gon mashqning qiyinchilik darajasini maksimal darajaga ko'tarishga qaror qildi. Agar osmonda tushib ketayotgan qushni tuta olmasam, Hisokaning kartochkasini o'g'irlash haqida orzu ham qilmasam bo'ladi, deb o'ziga so'z berdi. Shundan so'ng Gon qushlarning harakatini diqqat bilan kuzata boshladi. U qushlarning qanday uchishini tushunib yetgandek bo'ldi, lekin qarmog'ini otgan zahoti qushlar yo'nalishini o'zgartirib osongina qochib qolardi. Gon aynan shu mashq usuli to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qildi va bor e'tiborni shunga qaratdi. Bu paytda Leorio nima qilyapti deysizmi? U o'rmon ichida maqsadsiz tentirab yurardi, chunki bechora o'z o'ljasi kimligini ham bilmasdi. Quyosh botib, qorong'u tushib qoldi. Kurapika ertasi kungacha bir joyda xavfsiz kutib turishni ma'qul ko'rdi. Gon esa kun bo'yi tinmay mashq qilib, holdan toygandi. Aslida u hali ham to'xtamoqchi emasdi. Shunchaki qorong'u tushib, qushlar uyasiga uchib ketgani uchungina dam olishga majbur bo'ldi. U osmonga qarab, ertaga albatta uddalayman deb o'ziga qattiq so'z berdi. Qani ko'ramiz, Gonning rejasi ish berarmikan? Geretta esa bu paytda xuddi soyadek Gonning ortidan poylab yurardi. Mana yangi tong otdi. Gon esa charchoq nimaligini bilmay tinimsiz mashq qilishda davom etyapti. Lekin qanchalik urinmasin, hammasi bekor ketardi. Qushlar juda chaqqon. Shunda u o'z uslubini o'zgartirish haqida o'ylab qoldi. Axir osmonda uchib yurgan qushni qanday qilib aniq nishonga olish mumkin? Kutilmaganda Gon suvda baliqning sapchiganini eshitib qoldi. Qushlar ozuqa izlab baliq ovlashga tushishgandi. Ana xolos, Gon muammo nimada ekanligini darhol tushunib yetdi. U diqqat bilan kuzatishda davom etdi va qush o'z o'ljasiga tashlangan aynan o'sha soniya uning yagona imkoniyati ekanligini angladi. Chunki faqat shu paytdagina qushning keyingi harakatini 100% aniq bashorat qilish mumkin edi. Qoyil Gonning kallasiga qoyil qolish kerak. Gon yangi rejasini sinab ko'rish uchun qulay fursatni kuta boshladi. Qush baliqni tutish uchun pastga sho'ng'igan zahoti vish qarmoq havoni yorib o'tdi va bu safar nishonga aniq tegdi. Gonning xursandchiligini ko'rsangiz edi, xuddi yosh boladek sakrab yubordi. Uzoqdan buni kuzatib turgan Geretta ham Gonning haqiqiy ov qilish texnikasini tushunib yetgandan hayratda qoldi. U Gonning bu qadar tirishqoqligiga tan bermasdan iloji yo'q edi. Qarang, Gonning qo'llari qavarib, qonab ketgan. U naq 2 kun davomida tinmay qarmoq tashlab, oxir mukammal aniqlikka erishdi. O'z o'ljasiga tashlanayotgan qushni tutib olish, agar Gon bu usulni qo'llasa, Hisokaning kartochkasini o'g'irlashga 100% ishonchi komil edi. Endi yagona muammo o'sha yaramas Hisokani topish. Lekin uni qayerdan topadi? Balki Gon orol bo'ylab o'zining yovvoyi instinklariga ishonishi kerakdir. Xuddi shu payt Gonning atrofida bir gala g'alati kapalaklar aylanib qoldi. Bularga nima jin urdi? Nega menga yopishib olishdi? deb hayron bo'ldi u. Ma'lum bo'lishicha, bu maxsus kapalaklar qonisiga uchib kelarkan. Shunda Gonning kallasiga zo'r fikr keldi. Axir Hisokaning ham yelkasida jarohati bor edi-ku. Bu paytda esa gitara
Rakur Hisokaga aloqaga chiqib, o'ljasini topgan-topmaganligini so'radi. Hisoka esa hali topmaganini, hatto o'ljasi kimligini ham bilmasligini aytdi. Gitta Rakur yordam taklif qildi, lekin Hisoka o'ziga xos kibr bilan do'stining yordamini rad etdi. Uning shoshadigan joyi yo'q. Shunchaki duch kelgan 3 ta ishtirokchini ovlab, kerakli ballni yig'moqchi edi. Kimdandir yordam so'ragandan ko'ra, o'zi ov qilgani unga ko'proq zavq bag'ishlardi-da. Gon esa qo'lidagi qonayotgan jarohatni bog'lab oldi va qon isiga uchadigan kapalaklar ortidan sekin ergashib keta boshladi. Axir Hisokaning yarasi hali bitmagan bo'lsa, bu kapalaklar Gonni to'g'ri uning oldiga olib borishi aniq. Kapalaklar qon isini sezib, yangi manzil sari uchib ketishardi. Gon ularning ortidan borib, kutilmagan manzaraga duch keldi. Bu o'sha Pokle tomonidan uxlatib qo'yilgan qilichbos yigit edi. Gon uning jarohatini bog'lab qo'ydi va o'z qidiruvini davom ettirdi. Yo'lda o'lik hayvonlarga duch kelsa, kapalaklar qon ichib, bo'lishini sabr bilan kutar va ular yangi qon isini qidirib uchganda yana ortidan ergashardi va nihoyat Gon uni topdi. Ha, uzoqda Hisoka o'tirardi. Gonning butun vujudi titrab ketdi. Qo'llari qaltiradi. U o'ziga tinmay uqtirardi. Xotirjam bo'l. Gon, o'zingni bos. Faqat kutish kerak. Hisoka harakatga tushgunicha sabr qil. Bu paytda esa bechora Leorio o'rmonda maqsadsiz tentirab yurardi. Naq 2 kun o'tdi, lekin u bironta ham tirik jonni uchratmadi. Kutilmaganda qandaydir shitirlagan ovoz eshitildi. Leorio darhol hushyor tortib, jangga tayyorlandi. Butalar orasidan kim chiqib keldi deysizmi? O'sha hammamizning sevimli qahramonimiz Tompa. Ehtiyot bo'lish zarar qilmaydi, to'g'rimi? Tompa darhol qo'llarini ko'tarib, Leorioga u uning o'ljasi emasligini tushuntira boshladi. Leorio esa ishonqiramay, "Qani isbotlachi?" deb talab qildi. Tompa cho'ntagidan 191-raqamli kartochkani chiqarib ko'rsatdi. Shundan keyingina Leorio biroz xotirjam tortdi. Tompa esa o'zining ayyorona tabassumi bilan, "O'ljamiz bo'lmagan odamlar bilan urushish, bu shunchaki vaqt va kuchni havoga sovurishku, to'g'rimi?" deb o'zining tinchliksevarligini oqlamoqchi bo'ldi.